nima beradi? Tadbirkor psixologga borishi, psixoterapevtga borishi, Rossiyada, dunyoda tadbirkorlar sizga o'xshab mutaxassislarga murojaat qilishadi. Noto'g'ri убеждение degan gap bor-da. Men o'ylardim, o'sha psixologlarga bormasdan oldin 10 ta, 15 ta ustanovkani yechib olsam bo'ldi. Zo'r bo'lib ketsam kerak edi. 800 tasini yechganman. Insonlarning hayotida noto'g'ri ustanovkalari bo'ladi va mana shu noto'g'ri ustanovkalar ba'zan bizni shaxsiy rivojlanishga, daromadlarimizni ko'tarishga to'sqinlik qiladi. Real case misolida voqeani aytib bermoqchiman. Bir shifokor yigit o'zini o'sha men ko'p pul topa olmayman, o'zim shaxsan mijozlar yig'a olmayman, boshqaruvchilik qobiliyatiga kuchim yetmaydi degan negativ ustanovkalari bilan bor edi. Biz suhbat orqali undagi o'sha negativ ustanovkalarni bartaraf qildik. Hozirgi kunda katta klinikani boshqarib, klinikada rahbar lavozimida ishlab kelyapti.